Diqqat! Havoning keskin ifloslanishi sabab maktablar yopildi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Videorolikimiz kengroq tarqalishi uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat, tezkor xabar. Tehronda havoning keskin ifloslanishi sabab maktablar yopildi. Poytaxtdagi og'ir ekologik vaziyat tufayli ta'lim muassasalari vaqtincha masofaviy o'qishga o'tkazildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Tehronda havo sifati xavfli darajaga yomonlashgani bois maktab va universitetlar yopilib, onlayn ta'lim rejimi joriy etildi. Bu haqda Zamon.uz nashri xabar qildi. Favqulodda xizmatlar, tibbiyot, harbiy va huquqni muhofaza qilish organlaridan tashqari barcha davlat va xususiy sektor xodimlariga masofadan ishlashga ruxsat berildi. Shahar va uning atrofida soat 6:30 dan 20:30 gacha transport harakati cheklangan. Yuk tashuvchi transport vositalarining harakati ham taqiqlangan. Rasmiylarga ko'ra, agar havoning sifati yaqin kunlarda yaxshilanmasa, amaldagi cheklovlar yanada kuchaytirilishi va ularning muddati uzaytirilishi mumkin. Hozircha bizda shular. Eng tezkor va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.